Bu mavsumda ko'pchilik fermerlarimiz bir xil muammoga duch kelishmoqda. Pomidor chiroyli bo'lib, qizarishni boshlaganda aynan banda atrofidan yorilib ketyapti. Xo'sh, bunga aslida nima sabab bo'ladi? Birinchi va eng asosiy sabab sug'orish rejimining buzilishi. Pomidor mevasi kattalashib, pishish bosqichiga o'tganda uning po'sti elastikligini yo'qota boshlaydi. Agar issiq kunlarda tuproq qurib qolib, keyin to'satdan mo'l sug'orilsa, meva ichidagi suv bosimi keskin ortadi. Natijada eng nozik joy, band atrofidagi to'qimalar bu bosimga dosh bera olmay yoriladi. Ikkinchidan, kechasi va kunduzi o'rtasidagi harorat farqi hamda oziqlantirishdagi xatoliklar. Meva jadal o'sayotgan paytda kalsiy va kaliy elementlarining yetishmasligi yoki noto'g'ri nisbatda berilishi postning mustahkamligini susaytiradi. Ayniqsa kalsiy tanqisligi meva postini juda nozik qilib qo'yadi. Ko'pchilik so'raydi, nega bir dalaning o'zida ekilgan bir nav yorilyapti-yu, yonimizdagi boshqa nav yorilmayapti? Buning sababi navlarning biologik xususiyatida sershira, yirik 250 grammdan yuqori, yumshoq va go'shtdor navlar juda nozik postga ega bo'ladi va agrotexnik xatoliklarga juda ta'sirchan keladi. Maydaroq yoki transportirovkaga mo'ljallangan, posti qalin va qattiq navlar esa bunday stresslarga chidamliroq ko'rinadi. Hosilni saqlab qolish uchun nima qilish kerak? Birinchi, sug'orish oralig'ini bir xil maromda ushlang. Tuproqni haddan tashqari quritib yubormang. Ikkinchi, meva pishish davrida azotni kamaytirib, kalsiy va kaliy bilan bargdan oziqlantirishni ko'paytiring. Uchinchi, pishish bosqichida tub atrofidagi barcha begona o'tlarni tozalab tashlashga shoshilmang. Pomidor mevasini bevosita kuydiruvchi quyosh nuridan himoya qilib turgan ba'zi baland bo'lmagan begona o'tlar va ostki barglar tabiiy soya va mikroklimat yaratadi. Bu mevaning haddan tashqari qizib ketishi va postining yorilishini oldini olishga yordam beradi.